milyon so'm. Molda aylanib narxini ko'tarilib ketdi. Mard bo'lsangiz uzib qo'ying. Uzaman. Uzib qo'ying tog'a. Yurganman jasurga. Men tog'a yomon asal chiqib ketdi. Berib qo'ying tog'a. Voy bilan asab. Usmon baylab tur yaxshini. Prezidentdan sal qadrlab Qadrlab yurganman, bitta buraman. internetda ham ko'rlar. Pullar dam olib oldi. Bu bola hozir ishga kelyapti, bu bola. Necha yasansan ya bratishga? Ha? Bunisini bagan. Ve tog'a bering. Gapilasmi? Olaman. Siz nima bu tog'anikini olmaysiz? Olaman, ozroq Millati. Ve tog'a qo'shadi berasizmi? Ha. Qo'shadi berasizmi? Abror aka, nima bu? Bering. Onadan tug'ilgan bu bola ham. Qo'shmish. Ha endi. Shu bolani gapira olmaysizda. 1 millionga bir tashlab Million tuda million sudi ekan bu bolada aka. Ve tog'a otni narxini aytib qo'yib qo'yasiz, bu yog'i olmaydi. 25 million jiyanim. Bunisini bolacha akalar, u bolalarga ko'rsatinglar. Hamma sasib uxlab yotibdi bunday bolalar bilan. Tur. Eshiting 5. Bu qani pulga sizdan mehr bermagan. Gapini olaman, xursandman. Ana. Bor. Ana, bering, Rahmat aka. Endi gapirmaysan. Gapir endi. Gap olmayapti. Bir qozon go'sht. Yo'q, bitta erkakni boringchi, qilolmaysiz. Erkaklik ham qilolmaysiz. Bitta narsa, ertaga shuncha odam o'rtaga tushyapti-da, kelib tur, bu gap olmaydi. Hozir mana Meni gapim oladi. Olim aka qopding. Rahimjon eshitib turing. Qo'lim yengil, dedim duo qilaman. Men qarab turing. Jumla mo'min gapini olib boshqa gap. Yarim. To'xtab turing. Olmaga men uni sizga yana qaytaraman. 69 ga sotdim, siz martodan bunday demasiz. O'ling baraka. Qarang. Hammaga bunga ham 1 million qo'shdi. Men hammani gapini olyapman. Rahmat. Men u bilan davom etaman hozir. Eshitdingmi? Nimaga? Faqat savdoni qilib bo'lmaydi. Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli Alisher Uch kanalining obunachilari, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Bolasi buqa shved. Bolasi buqa shved savdo bo'lyapti. Buni ochib ketsak ham foydamizda, o'yin qilganini. 65 millionga sotsam ham nima desam deyarsan, sotaman 65 ga. Dangaliga. Ashuna deyapti deb bo'lsa aralashib. Oling uka mana, keling. Yo'q, siz oling. Erkak emas sizdan. U nima deb shunchada olib foyda qilgan. Bitta oldi. 1-2 million yiqilsin. U nima deb meni? Nima deyish kerak? Beradi-chi. Bolasi shved buqa. Ham buni foydalanish kerakmi? Yo'q, muzeyga qatnamaymi buni? Muzey bo'pti. Bolasi buqa. O'ta kuchli ekan bolasi. Molga gap yo'q. Like baqtishi. Chorva raxta ishqiboz ekan mana shu bola. Mana shu bola lak bosib qo'ylar. Aka shu bolam blogersiz zo'r ketadi. Nima chiqsa? Ha, Ha, mashq bo'ladi, ha? Qilish kerak. Shu bolam Qilish kerak. Qo'shib gapiring endi. Mana bu ish bitmaydi ekan. Ishda ish yo'q. Qo'shib gapiring o'zingiz. Hozirni ham Birov gapirmasin. 200 ming arava kirasini qo'shib beradi. Ha, boraman. Ha, bir gapiring. Bo'ldi, 500 ming qo'shib beradi. Bir gapiring. 500 ming qo'shib beradi. Bo'ldi, hop. Bo'ldi. Oyim tilavatganman. Bugun hafta kuniga 1-iyul haftani seshanbasi. Biz Andijon viloyati Sharxon tumani Xoldambek Cho'ja bozoridan sizlarga sigir narxini yoritamiz. Mana sigirda hamma savdosiga qiziqyapti. Savdolari qiziqyapti. Bankacha qo'shdi. Aka. 1 million qo'shdi. Aka bratga qo'shib. Badalladingiz, o'tib beraman. Qani 4 million ben Abdushu qo'shdi, akam. Elimdan 1 million o'tib beraman. Mashina yemizdan 64 ga bering mana. bitta gapirodiz. Bo'ldi, 64 million so'm. Ana 64 million so'm. Molda aylanib narxini ko'tarilib Ve ketdi. tog'a bering. Mard bo'lsangiz uzib qo'ying. Uzaman. Uzib qo'ying tog'a. Yurganman jasurga. Ve tog'a yomon asal chiqib ketdi. Berib qo'ying tog'a. Voy bilan asab. Usmon baylab tur yaxshini. Mash savdo bo'lyapti. Bolasi buqa. Shved. Qonda bolasi bormikan yo'q? Deysan-da. Men buni 9 oy qondan qaraganda diqqat bo'lmagan emas. 100 soat sodiq qilib diqqat qilib Yoshga bermayapsiz.
Men qani eng qizig'i yoshga bermayapsizmi? Yo'q, mayli. Har hafta shu bola olayotgan molingizni bering. Qadringiz yetgan sal qadrlab qo'ying. Qadrlab yurganman, bitta buni emas. Internetda ham ko'rasiz. Bolalar munosabatli pullar dam olib yotdi. Bu bola bozorda ishlaydi deyapti, bu bola. Necha sarsan ya bratchika? Ha? Bunisini bagan. Ve toga bering. Gapilasizmi? Olaman. Siz nima u tog'anikini olmaydi. Olaman, ozroq Kim millati? Ve toga qo'shadi berasizmi? Ha. Qo'shadi berasizmi? Abror aka. Nima bu? Bering. Onadan tug'ilgan bu bola ham. 35. Ha endi. Shu bolani gapira olmasdi. 1 millionga bir tashlab Million, tudan million sudi ekan bu bolada aka. Ve toga otni narxini aytyapsiz, bu yoqqa borsangiz bu yog'i olmaydi. 25 million kichkina. Bunisini bolacha akalar, u bolalarga ko'rsatinglar. Hamma sasib uxlab yotdi bunday bolalar bilan. Tur. Eshiting. 5. Bu qani pulga sizlar mehr bermagan. Bolani gapini olaman, xursandmiz. Ana. Bor. Ana, bering, Rahmat aka. Endi gapirmaysan. Gapir endi. Gap olmayapti. Bir qozon go'sht. Yo'q, bitta erkaklik qilib qilolmaysiz. Erkaklik ham qilolmaysiz. Kim bo'lsa pul uchun aka pul bilan o'lsangiz pul bilan Ya bu kerak, bu kerak. Hamma yoqda pul topiladi, berib qo'ying. Beraman, Jasur. Hamma narsa pul bilan olmaydi. Men eptilayotganman, 65 ta turmaydi, telefon gaplashamiz deb. Eshiting, 65 ni tepasini eshiting. 100 so'm deb. Endi laviz. Ve toga hamma yoqda pul bilan hal bo'la olmaydi, berib qo'ying toga. Ko'lish chopani yuzib qo'ying toga. Matli qiling bu toga, matli qilyapti. Oya 64 qilyapsan, qani mana shu bolani gapini oldim 1 million. Birovning gapini olmayman. Oldi egasini oldi, sotib bo'lmayapti. Hammasini olib qolaman. Yeragim bilan bilmayman. Shunga gapirdi beringlar. Hozir ham degan baytam, hozir ham bordi. 37 ga boborga san ikkita haydar orqasida qarab turibdi. Hali Sotmayman. kelayotganimiz bu odam ushab turadi. Yana qadratimiz to'g'ri. 37 ga boborga desamda, Jasurbek 2 million beradi degan bola qarab turibdi. Undan qiladigan emasman. Bo'lmasa bering. Ve toga naryoqqa bu mashtoga og'zini quritib berib turlar. Siz oddiy gaplar yo'q deb qo'yasiz. Bering toga. Ko'lish chopani. Yo'qlar toga. Ular bilan shvet sigir. 60 to'y qaytadi. Sotamayman. Ketibsan, shuni bola qo'yib sotmayman, ketibsan, chaqirdingni o'zing. Sotamayman Rostondagi pullarga. Odamga sotasizmi? Ha. Menga sotaman, lekin kam so'raysiz. Elyorga soting. Soatni mehnatimga erkakni lahzaga ishonadi. Bu pulni siz ham mehnat topasiz. Shunaqa. Bu pul amigasiga yo'qoloyon. To'g'ri. Noyes ekan. Haligi, hoji bitta narsada kimga? Просто soatdan beri o'yin qilyapti-da. Beringlar Ahmad endi, ertalabdan beri xudo qilyapti. Unda Jasur, bitta baytami? 72 millionga o'ylab sotmaganman, bepodi gap gapirmali. Dangal. 65 millionga. Sen gapiraversan, bitta bo'g'oz molli bola 60 millionga berib o'tdi. Kutida 2 oylik o'zing bilan kuchta o'tmas senga. 72 millionga hajdari bor, o'yda sotmaganman. U gap yo'q gap mayli. Mana endi bozorda sal yo'lda bo'lsa, 65 million men. yo sotaolmayman. 60 milliondan keyin oshmadimi 5 million qo'shib To'g'ri gaping. Yo'qlar Endi so'ragandan keyin sen shundaydi. Sendan bir qo'yib olmaysan. Biraz maydalaveradi. So'rab ketib oldimda. Arziydi, Jasur ishini Yo'q, ketib oldim 60 so'rab. Aytdim, tushunmagan odam menga so'raydi deganmi? 65 million. Yo'q, Jasurbek, rostdan mana bularga sotmayman molni. Lastigim bilan to'g'rilab bugun mashina shu. Ukamiz trendda ukamiz. Ukasimiz nima? Qaysi bor kuch to'g'risan ya bratchika? O'g'linglar yurishadi desan. O'g'illar mana uyda sasib Tepasi. Hali endi bitta Rahmat olmaga yo'q.
66. Bitta maqlik qiling-chi mana. Va tog'a, gap olasizmi? Bozor tugatdi, mashtoy bering. Hozir nariyoqqa borsa shuni olmaydi tog'a. Yo'q. Odamni shuncha odamni mashaqqat Olmaga. Men rostdan aslo 72 ga sotmayib kelganman. Sizdan beram bozorga qarab sotamizda. Bozor ahvolida. Mashina oling, aytadigan Bor baraka. Va tog'a berasizmi? Bozor Agar bu yoq tortib tursa, bozor tortib tursa bilasan aka meni. Shasurda qolib ketmaydi. Jasur bundoq mana unida 70 millionga bo'lsa. Yo'q, xo'p. Gap 34 millionda emas. To'g'ri olmagan. Lekin bola molga qarab bering. Mol arziydi do'sti. Xo'pdi. Foyda qilish kartimiz ham Rahmat aka, rahmat aka. Olim akamga gapiring desam, bu ham ketib 1 millionga. Bo'pti 1 million qo'shib bersin. olmagan olmagan ketolmadim. Hijolat qilyapman. Yo'q, bir ovozim gapiring desam, ukasiga nech ishladi. Vaqt ketmasin. Molda ham emas, endi men savdo qilib qo'yaman. Olmaga. Yo'q, 70 ga sotdim. Nariyadi. Bolasi bu va 75lik. Muomala qilyapti, like Ikki oy bo'g'oz ekan. bosadilar. Tog'a gap olasizmi? Uzib qo'ying. Uzunda bo'lsa 75 mingdan. Ularlar mana shu uchun like bosadilar. Jasurga beraman. Sizni hurmatingizdan ham beraman olim aka. 37 Libo pat kelsam chiroyli hurmat qilib jo'natkasiz. 66 millionga bo'ldi bor. Yo'q. Jasur 70 millionga olasan. Unda zichop ketadi. Unda zichda 60 ga olib demayapsiz. Yo'q, tushundim. Olimjon aka. Bozorga qayerga qaratsa bozorga qarang. O'shanga 70 dedi. Bu ham xato. akalar 15 suti bor ekan, qonda 2 oylik bo'g'oz ekan, bolasi buqa, bo'ylari 1.10 atrofida. Kuchli sigir, shved. 66 million so'm mana savdo bo'lyapti mana. Hamma o'rab olgan. Akalar, laklar bostiringlar, hozir ma'lumotlarni to'liq qilib olamiz. Nech pul bo'lyapti to'lig'i? Bor baraka deng. Jasurga bering Rahimjon. Bo'ldi bor baraka. Olmaga yomon tojot o'shatdi. Aytaymi? Gap yomon yaxshi emas. Bu zaten bitta aladi. Bitta molda bitta 1 million 500 ming foyda qilib olaman. Boshqasini qo'shib beraman. Oma kamera sotaman jon deriga. Eshiting, men qarang. Men olmaga mana turibdi, mana shu anaqa masalan 500 ming qo'shib beraman, ancha 67 deyman, mana shunchasini syomkada ham o'ta 500 ming o'tib beradi. 67 deb la oldingdan chiqdi. Endi nima bo'lsa siz talab Hamma bo'lyapti. bilib olganda mana syomkaga oldi. Shunday qaytarib beraman. Demagan man desak, mana shu molni olmaydi. Yo'q, men demaganman. Hop, demagan bo'lsa sizga bering. Boshqasiga bermadim, senga berdim. Gap olib qo'ying. Talab qilyapman. Gap tijoratdan emas, mana zo'r pul oldi. 5 millionga olasan. Sen uchun 70 beraman deyapti. 67 million 500 ming so'm. 66 yarim men 500 ming qo'shdim. 66 million 500 ming so'm. Sizga sotmaganman. gap olgansiz. Olaman. 66,5 millionga savdo bo'lyapti. Bunaqa bo'lmaydi. Balkim sulab turgan bozorga ham Endi sementlardan Rahmat aka, Jasur akam qo'ygan olim akam shu deganda bo'ldi. yo'q, unaqa bo'lmaydi. Qachon kelsa molish mashq bo'lyapti. Qo'ygani shu. Bering aka bu. Yo'q, beraman. Hop, birozini aytyapsiz, hurmat qilaman deyapsiz. Olim aka. Siz qo'lini yechsaganda. Hamjon buyurasiz bo'lmaydi. Olmagan aka. Temani yopaylik. To'pda pastiga. Lekin biz dilimiz ancha oshib ketdi. To'g'ri, siz dilingizdan olma 72 ga sotmaganman-da. 72 million so'mga uyda bermagan. Uni ushlab olmang mana yaxshi gap. Olmayman, 70 millionga olsin deyapman. Lekin 66 yarim pulga hozir yo'q desangiz qoldi, bu ham yo'q. Olmagan ham sotmagan ham yaxshi. Ha, gapiring endi. Bo'ldi. Yo'q, yo'q, ama o'zi gapingizni olmang aka. Bemaslikdan kerak emas. Lekin mana ukamning gapi mana o'sha. Mening akamni gapi. Og'izdan chiqqan, qarang. Olmaga katta ziyon. Ziyonni gapirmang, bu ziyonni hammamiz qilyapmiz. Yo'q, katta kaming bo'lib qoladi, kaming. Yo'q, endi uni o'ylasiz uni sotilmaydi. Bozor holatdan to'xtadi. Bo'ldi. Gapiring. Onani kursam sen Jasu senga berdim. Mana hozir eshitdim shu pulni. Senga sotdim deb Ramjon, sen qarang. Asha anjaylar gapini olmaysizmi? Olaman, undoq emasdan. Yo'q, yo'q desangiz mayli. Hurmat qilaman. Xo'p, bo'lmasa bering uka. Pul
pul topilib, mol topilib yo'q bo'lib ketadi. Ko'ngil qolmas. Men ko'rkini yengil qilib bering aka. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Ertalab Qo'qonlik sinsin, bo'ldi. siz aytgandan ozgina gap, bu aytgandan ozgina baland. Bor berang. 67 ga bor baraka. To'ylar, ko'ngil qolib ketadi. Anali bratishga kelmaydimi? Bo'lmasa bering. Sen cho'da pul borman, mol sotman, mol olaman. Bunday gap shu oldi-da. Bor barakada ishinglar bitsin. Va nari molingizni ham sog'lab uni ham eshityapsiz. hech kim yo'q o'zi. Uroshivich yana bola bo'lyapti. 67 millionga chiqdi. Bunaqa emas endi, rahimjon. Bir million Olti kelib turgan temirni yo'q bo'lasan. Bor O'lay, baraka. tugulak boriga baraka o'tib ketdi. Bor barakada gapni oling, gap. O'zi 10 million sana berish oson emas. Bitta gap yeb beran. Ha? Bunda. Olmaganmi? Bitta gap yeb beraman, ama yo'q. Olmayman sen. O'tsa gap kerak yo'q, ha? Olmagan modda tushib qoldi. 69 millionga olib qaytib so'raman mendan. Mabodo so'radigan bo'lsam, prosta olmagan modda hurmat qilmay. 69 million olasan, qapagachchilik yo'q. Ama ming bor. Endi unaqa Bitta narsa, ertaga shuncha odam o'rtaga tushyapti. Nega kelib turib, bu gap olmaydi Bo'ldi, deb. mana bir million. Meni gapim oladi. Olim aka qopding. Rahimjon eshitib turing. Pulim yengil, dedam duo Bo'ldi. Bo'lmay, men qarab turing. Jumla mo'min gapni olib boshqa gap. Yarim, yarim. To'xtab turing. Olmaga mana uni sizga yana qaytaradim men. 69 ga sotdim, siz martadan bunda demadim. O'ling baraka Qarang, hammaga bunga ham 1 million qo'shdi. Men hammani gapini olyapman. Rahmat, rahmat. Men obraz davom etman hozir. Ishdimi, nimaga? Faqat savdoni qilib bo'lmaydi. Qarang, bu yoqqa 3-4 million qo'shdi, birov indamadi-da. Qarang, hozir Aka 72 qo'shnimga ham sotmaganman shu molni. Bo'pti bizga. Sizga berib ketyapman Qarab 69 ga. turing, bitta gapni eshiting. Molingizni tagi arzon emas, eshitib turing. Endi buni qiziqib Bu olasiz. shved deb qo'yibdi-da, aka. Qarang, uka siz aytganda 1 Unaqa million toza ham emas, eshitiy olim aka. Bozor bolaga gapirdi, 2 oylarga arlab. Agar 500 mingdan 1 million o'tib bermasa, ertaga sotayotganingizda ham o'rtangizga yana keladigan bo'lishi kerak. Beringni, hamma. 68 million chiqdi. Olmaga. Yana qaytaradim. Kamiga sotmayman aka, jonim akam. Sizga bo'lsa 69 ga sotaman. Boshqadan 70 ga ham sotmasdimmi o'g'li? Jonim aka. Agar bozorda gap qolmasangiz, to'g'ri gap, bozorga kirmay qo'yganingiz yaxshi. Ziyoniga sotsangiz, bitta katta odam kelib, bu ziyonni o'g'il bola qiladi, o'rtaga tushsa, aka mon qarang. Bo'ram aka. Beringni. Rozimisiz? 69 gami? Yo'q, mana shu bolani eshitib turing. Yo'q, men mo'ljal 65 dan oshib qolmayman deyapti. 72 ga ham sotmaganman. Sizga jon aka hurmatingiz bor. 69 ga sizga sotaman. Yana qaytaradim. Akamsiz 69 ga olasizmi? endi keyin olim aka. Oldim, rozi. Martadamsiz sizga boshqa sonda beraman. Onasi baraka. 69 million so'mga baraka bo'ldi akalar. Hamma videoga oldik.